Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetida bugun konferensiya bo'lyapti. Konferensiya oldi qizlarimiz mana shunaqa shifobaxsh ichimliklarni tayyorlab, mehmonlarni kutish bilan tayyorgarlik ko'rishgan. Biz esa tongi dasturimiz uchun bu ichimliklarning qanchalik foydasi borligi haqida qizlarimizdan ma'lumot olishga harakat qilamiz. Xo'p, bizda mana Sano ichimligi turibdi. Nimaga foydali? Sano o'simligi asosan xalq tabobatida, jigar xastaliklarida, sariq kasalligini davolashda va qabziyatda surgi dori sifatida qo'llaniladi. Preparatlari o'sha bargidan olingan preparatlari damlama sifatida ishlatiladi. Bir kunda necha marta iste'mol qilish? Bir kunda 2 marta ovqatdan oldin iste'mol qilinadi, yarim soat oldin. Bu damlamamiz tikanak deb ataladi, ilmiy nomi bintens deb ataladi. Bu damlamamiz tarkibida efir moylari, C vitamini va oshlovchi moddalar mavjud. Tibbiyotda esa damlamasi ekzema, teri kasalliklari, allergiya kasalliklariga davo bo'lib hisoblanadi. Namatak damlamamiz arterial bosimni tushiradi, ya'ni qon bosimini tushiradi. Bundan tashqari, u og'riq qoldiruvchi yoki shamollash, grippda juda ham foydali hisoblanadi. Ikkinchisi esa yalpiz. Yalpiz damlamasiga keladigan bo'lsak, yalpiz bu oshqozon ichak kasalliklarida og'riq qoldiruvchi va bundan tashqari asabni tinchlantiruvchi vosita hisoblanadi va milk yoki stomatit bo'lganda ham yalpizdan foydalansak bo'ladi bemalol. Tayyorlanish usuliga keladigan bo'lsak, yalpizni bir choy qoshiq o'sha o'simlikni o'zidan damlama sifatida qaynatilgan suvda damlab 2-3 mahaldan ichsak bir kunda bemalol foydali jihatlarini ko'rishimiz mumkin. Dalachoy o'simligimiz xalq tabobatida juda keng foydalanilgan o'simlik hisoblanadi. Buni foydali jihatlariga keladigan bo'lsak, dalachoy o'simligi asosan tarkibida alkalotlar bo'lganligi sababli og'riq qoldiruvchi, keyin yallig'lanishga, asosan asab tizimini tinchlantiruvchi va uyquni yaxshilovchi damlama hisoblanadi. Buni damlashimiz uchun 1-2 qoshiq osh qoshiqdagi quritilgan o'simligini 200 ml qaynatilgan suvga damlanadi va kuniga 2-3 mahalda iste'mol qilinadi. Buni foydali taraflaridan yana bir oshqozon ichak yallig'lanishlariga, yo'talga, asosan bolalar gripp bo'lgan damlab ichilsa juda ko'p foyda keltiriladi. Moychechak o'simligimiz xalq tabobatida juda keng qo'llaniladigan damlamalardan biri hisoblanadi. Bu damlamamizning asosiy xususiyati yurak kasalliklari, hozirda dolzarb bo'lgan o'sha yurak kasalliklari, arterial bosimni pasaytirishda, qon bosimini tushirishda yordam beradi. Buni yana asabiy bo'lganda, stress holatlarida, uyqusizlik holatlarida iste'mol qilinsa, hammasini me'yorga keltirishga yordam beradi. Bu kiyguti damlamasi asosan xalq tabobatida birinchi o'rinda qon bosimini tushirishda, ovqat hazm qilishni yaxshilashda, siydik-yo'llar kasalliklarida, me'da ichak kasalliklarida keng miqyosda ishlatiladi. Asosan buni damlamasini tayyorlashimiz uchun bir osh qoshiq quritilgan xomushasini 1 stakan qaynatilgan suvga solamiz. 15-20 daqiqa davomida qaynatib, damlab qo'yamiz. Damlangandan keyin maxsus suzgichlar yordamida suzib olib, kuniga 2-3 mahal yarim stakandan ovqatdan so'ng iste'mol qilamiz. Mana shu o'zimizni talabalarimiz va mutaxassislarimiz bilan birgalikda xom ashyosi yetishtirilgan va fitochoy tayyorlab, qizlarimiz sizlarga ma'lumotlarni berdi. Erta tongdan bu ichimliklarni qaysi biri ko'proq kayfiyatni ko'taruvchi hisoblanadi? Asosan hammasi kayfiyatni ko'taruvchi, lekin mana bu Sano o'simligimiz kayfiyatni ko'tarib, bundan organizmni masalan tetiklashtirib, ertalabdan mana shu fitochoy damlamasidan iste'mol qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi.